Skani mazza desam halitdan beri mana dachiklari yonyapti bilmadim. Shopir choy poy ichib oldim. Anaqasi yondi shekilli. Shopir choy poy ichib olsin deb anaqasi yonib oldi qaranglar, choynakda choyni rasmi turibdi. Yonsa xullas choy poy men Skanini bu darajada aqlli deb o'ylamadim akalar. Ana okey deb bossam yo'qoladi qaranglar. Xo'p bo'ladi deb yozib qo'ydim mana. Choy ichib ol deyapti mana. Hozir ertalab mana soat 7:30 bo'lyapti. Choy ichganim yo'q, xullas mashina narsani Skani bildi. Choy ichmaganimni bilib, choy poy ichib ol deyapti ana. Og'izlarim qurib qolganda akalar, o'sha narsani sezibdi bor-ku, men lekin tan berdim. Skani yana bir marta isbotladi. Hali choy poy ichib olgin deyapti, endi bir cho'milib olgin deyapti. Mana qaranglar, dengizda kemani rasmi bor. Issiqda cho'milib olgin deyapti. O'sha 20 gradusdan temperatura oshyapti, bir cho'milib ol deyapti.